Navbatdagi operatsion kunimiz, navbatdagi bemorimiz Islomjon. Hozir o'zlaridan so'raymiz nima bezovta qilishi. Islomjon, nechinchisiz? 99. Qayerdan keldingiz o'zi? Samarqand. Urgutdan. Nima bezovtalik? Nima qiynaysiz? Burun bitadi. Burun bitadi. Qurray otish, bosh og'rig'i. Bosh og'rig'i. Qachondan beri burningiz bitadi? 5-6 yildan beri. 5-6 yildan beri. Qaysi tomoni ko'proq bitadi? Ikkalasi ham. Ikkalasi ham bitadi. Dori sepib yurmaysizmi? Sepaman. Sepasizmi? Nima dori sepasiz? Renaxil sepaman. Necha yildan beri? 5 yil, 6 yildan beri. 5 yil, 6 yil. Tushunarli. Bosh og'rig'lar yo'qmi? Kunida 5-6 marta sepasizmi? Necha marta sepasiz? 5-6 marta sepaman. Tushunarli. Siz avval operatsiya bo'lgan ekansiz. Qachon bo'ldi? 2022-yil. Burun to'sig'ini to'g'irlatgansiz. Tushunarli. Bemorimiz ko'rganman. Bemorimizda birozgina burun to'siqlari qiyshiqligi bor. To'g'ri burun to'siqlari avval operatsiya bo'lgan. Asosiy muammo burun chiqanoqlarida. Chiqanoqlar kattalashib ketgan. Chiqanoqlarni kichkinalashtiramiz. Bu operatsiya vazotomiya deyiladi. Kesilmaydi, qirqilmaydi. Radioto'lqin yordamida kuydirib qo'yamiz va shundan keyin yaxshilab hisob ketadilar. Tayyormisiz? Mana bemorimiz o'zi operatsion stolda. Mana ko'rganimizda burun to'siq operatsiya bo'lgan. Lekin chiqanoqlar kattalashib turibdi. Chiqanoqlar kichkinalashtiramiz. Xudo xolasa nafas olishga. Azizdagi burun tomchilarida nima zarari bor? Ya'ni ko'p burun tomchilari o'z yo'riqnomasida 7-10 kungacha tomishi mumkin deyilgan. Agar ko'p tomizsa, juda ham ko'p zarari bor. Birinchisi, burunni shilliq qavatini quritadi. Nima uchun? Qon tomirlarini toraytirish hisobiga. Doimiy qon tomirlari toravergandan keyin qon bilan ta'minlanish buziladi va burun qurib qoladi. Keyinchalik qonashga olib kelishi mumkin. Qatqaloq yig'iladigan bo'lib qolishi mumkin. Burun achishadigan bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchisi, bosh og'rig'i beradi. Burun tomchilari. Keyingisi bu yurakni urib ketishiga sabab bo'lishi mumkin, ya'ni aritmiya chaqirishi mumkin yoki taxikardiya, ya'ni yurakni tez urib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Va shu natijada qon bosimini oshishiga olib kelishi mumkin. Uzoq tomizib yurgan odamlarda qon bosimi baland bo'lishi ham mumkin. Va oxirgisi ruhiy va fizik qaramlikka olib kelishi mumkin. Ya'ni o'rganib qoladi, doimiy o'zi bilan olib yuradi, mashinada olib yuradi, spalnida olib yotadi, ishxonaga olib borib qo'yadi. Agar shu qolmay qolsa, ash talvasaga tushib qoladi, nima qilishini bilmay qoladi, asabiylashib qoladi, bosh og'riydi va hokazo bo'lishi mumkin. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib maslahatim kelavering. Operatsiyamiz nihoyasiga yetdi. Bemorni mana kesmadik, qirqmadik. Radioto'lqin yordamida mana kichkinalashtirdik. Mana chiqanoq kichkinalashdi, burun cho'tga osildi. Endi xudo xolasa zo'r nafas oladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahatim keling.